Allahu akbar, Allahu akbar. Keyingi hadisga quloq tutamiz. Bu ham Jami' Sag'irdan Anas ibn Malikdan. Ayyuma imratin qa'adat ala bayti awladiha fahiya ma'i fil jannah. Qaysi bir ayol bolalarini uyda o'tirsa, bas u jannatda men bilan birga bo'ladi. Uyda o'tirgan nima qilgan? Bolalarning tarbiyasi bilan shug'ullangan. Erini xizmatida turgan, uyini saranjom sarishta tarab yuvib o'tirgan. Erini xizmatini qilgan, bolalarning xizmatini qilgan, uyini parvarish bilan o'tirgan ayol, uydan chiqmagan ayol jannatda men bilan birga bo'ladi deyapti. Uyda o'tirsa, birodarlar, ko'chama-ko'cha yurmasa, kuni qo'ni-qo'shninikida o'tmasa, bolalar ko'chada och qolib ketmasa, serial tayda o'tirmasa, g'iybat qilib ko'chada o'tirmasa, o'tgan-ketgan erkaklarni tomosha qilib o'tiradi erkak eshik tayda ayollar yo'q. Yo mahallada binasa demaydi, to'rt uchtasi chiqib olib o'tirishadi. Xudoga shukr, hozirga ozayib qoldi bular. Lekin bor hali ham. Bor. Bu ayolni payg'ambarimiz jannatga kiradi men bilan demayapti. Uyida o'tirgan ayolda deyapti. Uyiga o'tirganda. Ayol kishini eng katta g'ami erining roziligi va farzandlarining tarbiyasi bo'lishligi kerak. Chunki bu mana shu ayol uchun eng ulug' ish. Agar ayol kishi ona bo'ldi, birinchi g'ami erining roziligi bo'lsa, g'ami farzandlarning tarbiyasi bo'lsa, ularda taomi, sharobi, kiyim-kechagi, tozaligi, darsi, shu farzandlarning kelajagini g'amini qilib yashasa, bu ayol dunyodagi eng ulug' ishni qilyapti. Erda xizmat qolib, bolani xizmat qolib ko'chama-ko'cha yurgan bo'lsa, agar dars o'qib yurgan bo'lib turib, ayol erini, bolalarini tarbiyasini muhmal tashab qo'ygan bo'lsa, bu ayol noto'g'ri ish qilyapti. Erini xizmati, bolasini xizmati, uyini xizmatdan osta chiqsin ko'chaga. O'sha dars o'qigani ham kerak bo'lsa. Ayol kishining eng ulug' ishi uyda. Erini xizmati, farzandlarining tarbiyasi. Ayol mana shu eri bilan farzandining xizmatini chiroyli ado qilsa, mana shu holatda o'zini ishini zo'r oliy darajada bajarib turib vafot etadigan bo'lsa, to'g'ri jannatga ketadi. Bu mubolag'a emas. Bu mubolag'a emas. Bu nima qildi bu ayolning to'g'ri jannatga kirib ketgani? Bolalarni tarbiya qildi. Dunyoni ko'rib o'tib ketaman men. Endi uyda o'tirishim kerakmi? Uy, kir, eshikni yuv, uyni tozala, eshikni shupir, bolangga qarab, u eringga qarab, buni qilib o'tib ketamanmi? Shumi? Deyishi mumkin qasdir bir ayol. Men ham odamlarga o'xshab ko'chada yuray, dunyo ko'rgim keladi. Yuraver. Payg'ambarimiz bashoratni uyda o'tirgan ayolga berdi. Ko'chama-ko'cha yurgan ayolga emas. Kimga o'xshamoqchisan? Ana shu g'arbdan, sharqdan senga hayotda qanaqa yashash kerakligini tushunchasini berar ekan, kofir g'ayri dinlarning tushunchasini yashamoqchimisan? Bashorat kimga berildi? Uyida 5 mahal namozini o'qib, Ramazon ro'zasini tutib, o'zini pokiza saqlab, eri va farzandlarining xizmatini qilib o'tirgan ayolga berildi. Ko'chama-ko'cha kezgan ayollarga emas. Bu degani ayollar mutlaq ko'chaga chiqish kerak emas degani emas, birodar. Ayol kishi ham odam ko'chaga chiqishlik kerak. Zarurat bo'lganda chiqsin. Bekardan bekar yuravermasin.